Kelin o'zgarmaydi, o'zgartirishadi. Tarbiya bilan kelib, sinovlar sababli o'zgaradi. Ular kelganda oddiy kelishmaydi. Ular o'zlari bilan ota-onasining sabrini, odobini, tarbiyasini olib keladi. Vijdonida halollik, tilida duolar, yurish-turishida uyat, hayo. Biror joyda ko'zga ko'rinmaydi, lekin hamma ishga ulguradi. Gap qaytarmaydi, qo'pol so'z ishlatmaydi. Bular ota-onadan olgan tarbiyaning mevasi. Lekin hayot bunday sof qalblarni doim ham iliqlik bilan kutib olmaydi. Har bir harakatiga kamchilik topishadi. Oilasi esa unga yon bo'lish o'rniga jim turadi. Qolganlar esa sen kelinsan degan gap bilan yillar davomida og'ziga uradi. Yildan yilga kelin o'zgaradi. Ma'sumlik o'rnini ehtiyotkorlik, soddalik o'rnini hushyorlik egallaydi. Endi u har gapga sukut saqlamaydi, har muammoni ichiga yutavermaydi. Sababi u o'zini yo'qotmaslikni, o'z qadrini saqlab qolishni o'rganib bo'lgan. Bu o'zgarish tarbiyani yo'qolishi emas, bu mehrni qadrlamaganlarga qarshi himoya. Bu haddan oshgan munosabatga qarshi tik turgan vijdon. Ba'zida ba'zida oila ichidagi muhit, tushunmaslik, doimiy sinovlar bularning bari uni himoyalanishga o'rgatadi. Bu o'zgarish ikkiyuzlamachilik emas, bu o'zini himoya qilish yo'li. Bu men ham insonman degan dardning ohangsiz faryodi.